Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı olsun. Yaponiya siyasi yo'llari bosh vazirini Xitoyga jazo yurgizishga chaqirdi. Amerika ovozining 30-martga xabarida bildirilishicha, Yaponiya siyasi yo'llari bosh vaziri Yoshihide Sugani g'arb davlatlariga ergishib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga qarshi jazo yurgizishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga boshqa asosiy demokratik davlatlar qatorida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi jazo yurgizish haqida bisimiga duch kelgan. Halbuki Xitoy uzundan buyon Yaponiyaning eng chong savdo hamrohi bo'lish o'rnini saqlab kelgan. Bloomberg'ning 29-mart xabar qilishicha, Yaponiya uzundan buyon o'zining eng chong savdo hamrohiga iqtisodiy jazo berishni xohlamay kelgan. Ammo yaqinqi mezgillarda hokimiyat beshidagi partiyaning bir qism a'zolari Yoshihide Sugani Xitoyga qarshi texmo qattiq tadbir qo'llanishiga chaqirgan. Yaponiyaning sobiq davlat mudofaa vaziri Gin Nakatanining bildirishicha, Yaponiya 7 davlat guruhi ichida Xitoyni jazolashga qatnashmagan birdan-bir davlat ekan. Gin Nakatani Yaponiya Avom palatasidagi Xitoy siyosiy guruhining birlashma raisi bo'lib, u yaqinqi bir qitimliq so'zida Yaponiyaning yuz berayotgan barliq ishlarni ko'rmas bo'lib olgan davlatlar qatorida bo'lib qilishi nomus qilarlik bir ish degan. Taratqularning xabariga asoslanganda, Amerika Yaponiya boshliqlar yig'ini 9-aprel o'tkazilishi mumkin bo'lib, Yoshihide Oqsaroyda Prezident Baydenni ziyorat qilgan tunji chet el rahbari bo'lib qoldi ekan. 6-oyda o'tkaziladigan 7 davlat guruhi boshliqlar uchrashuvida Osiyodagi demokratik davlatlarmo taklif qilingan bo'lib, Xitoy qatorliq mustabid davlatlarni qanday bartaraf qilish yig'inining kun tartiblaridan biri bo'ldi ekan. Yaponiya bilan Xitoyning Senkaku orolining egalik huquqi masalasida talash tortishi bor bo'lib, Xitoy yaqinda yo'lga qo'ygan dengiz soqchilari qonuni Yaponiyani jiddiylashtirgan. Yaponiya hukumati bilan Xitoyning munosabati zamin mojarosi va tarixiy masalalardagi ixtilof sababidan doim jiddiy holatda saqlab kelgan. Analizchilarning bildirishicha, to'qinish bo'lib qolgan taqdirda ikki davlatning iqtisodiy munosabatiga ziyon yetishi mumkin bo'lg'achqa, Yaponiya hukumati Xitoy bilan 100 strana to'qinishib qilishdan ehtiyot qildi ekan. Amerika yillik kishilik huquq dokladida Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati qattiq ayblandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 30-mart 2020-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qattiq tanqid qildi. Dokladda o'tgan bir yilda Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga va boshqa etnik ham dinniy guruhlarga qarata sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatning hozirmo davomlashayotganligi bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 30-mart Amerika Tashqi ishlar ministrligida doklad e'lon qilishi munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini bildirib, Amerikaning ittifoqdosh davlatlar bilan bu jinoyatni sodir qilguvchilarni davomli javobgarlikka tortadiganligini bildirdi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining hozirga qadar e'lon qilgan yillik dokladlarining ichida Xitoyni Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababli eng qattiq ayblagan doklad bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati tunji qitim uning yillik kishilik huquq dokladiga kirgizilishi ekan. Dokladda Sharqiy Turkistondagi hozirma davomlashayotgan bu jinoyatining 1 milliondan ortiq fuqaroni xohlagancha qamash yoki boshqa jismoniy erkinliklardan mahrum qilish, majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish va tug'utni kontrol qilish siyosatini tixmo qattiq yurgizish, xohlagancha tutqun qilingan nurg'un kishilarga bosqinchilik qilish, qiyin qistoqqa elish, diniy e'tiqod erkinligi, fikr erkinligi va yutkilish erkinligiga qattiq cheklama qo'yish qilmishlarini o'z ichiga oldiganligini ta'kidlagan. Blinken, biz keng doiralik boshqa vositalarni ishlatib, dafsanchilikni to'xtatamiz, javobgarlarni javobgarlikka tortamiz. Buning bir yo'li Amerika parlamenti bilan hamkorlashib, insoniy huquqlarni dafsana qilguvchilarning jazolashning yer shari Magnitsky qonuni, Hong Kong demokratiya qonuni va boshqa qonunlarga o'xshash yangi shakllarni chiqarish, kishilik huquqni o'rtaq olg'a surishdir. Biz davomli parlament bilan ijodiy hamkorlik yo'llarini tepib, insoniy huquqlarni dafsana qilish qilmishlarini fosh qilamiz, javobgarlarni javobgarlikka tortamiz dedi. Blinkenning aytishicha, Amerika hukumati yana yaqinda Kanada, Yevropa ittifoqi va Angliya bilan birlashib, Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan vahshiyliklarga qatnashgan shaxslarni jazolagandek iqtisodiy embargo va viza cheklamalarini davomlashtirgan.
dunyodagi 200 ga yaqin davlatning o'tgan 1 yillik kishilik huquq vaziyati atrofliq va cho'nqur yoritib berilgan yuqorqi dokladda yana Xitoy kishilik huquq xotirasidagi muhim masalalar alohida ko'rsatib o'tilgan. Washingtondagi musulmonlar jamiyatlari Uyg'urlarni qo'llash namoyishi o'tkazdi. 30 mart Amerika poytaxti Washingtondagi musulmonlar tashkilotlaridan Amerika Islom munosabatlari kengashining tashkillashida Ijtimoiy adolat kengashi, Shimoliy Amerika Islom kengashi qatorliq Amerikadagi musulmon jamiyatlari va Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilish birlashma namoyishi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, 30 mart shu vaqtda o'tkazilgan namoyish Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida 1 soat davomlashgan. Namoyishda Amerika Islom munosabatlari kengashining raisi Nihat Avad va Masjidi Muhammadning imomi Talib Sharaf qatorliqlar so'z qilgan. Nihat Avad so'zida navbatda Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarata Amerika hukumatining qattiq inkos qaytarganligini qo'llaydiganligini bildirib, musulmon dunyosining Uyg'urlar bilan bir safda turishining muhimligini ta'kidlagan. Washingtondagi Masjidi Muhammadning imomi Talib Sharafmi so'z qilib, Amerikadagi Uyg'urlarning Xitoy lagerlarida azob chekayotgan tutqundagi tuqqanlarining baldıroq erkinlikka chiqishga duo qildiganligini va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik harakatiga musulmon dunyosining qattiq inkos qaytarish majburiyati borligini ta'kidlagan. Namoyishga Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlaridan Uyg'ur harakati, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'urlarga adolat qatorliq Uyg'ur tashkilotlaridagi Uyg'ur faoliyatchilari qatnashgan. Namoyishda Uyg'ur vaziyati haqida nutq so'zlagan Uyg'ur faoliyatchilaridan Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas xonimning bildirishicha, bu Xitoy doiralari millionlagan Sharqiy Turkiston xalqini jazo lageriga qamash harakatini boshlagan 2017-yildan buyon Amerikadagi musulmon jamiyatlarining tunji qitim oshkora holda Uyg'ur tashkilotlari bilan birlikda Xitoyga qarshi Uyg'urlarni qo'llab namoyish qilishi hisoblangan. Xitoy konsulxonalari oldidagi namoyishlar davomlashmoqda. İstanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi atrofida o'tkazilayotgan millat navbati namoyishi havoning sovuq va yomg'irliq bo'lishiga qaramay davomlashmoqda. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyat qilmishlarini xalqaroga fosh qilish maqsadida shaxsiy ishlarni tashlab, İstanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldiga atigandila yig'ilgan namoyishchilar Xitoyning sababsiz tutqun qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatlariga qarshi namoyishini davomlashtirmoqda. Bugun millat navbati namoyishi boshlig'iga 104 kun bo'lgan bo'lib, namoyishchilar qo'llarida oila a'zolarining suratlarini ko'tarib, "Zolim Xitoy ota-onamiz nada? Qirg'inchilikni to'xtat" deganda shiorlarni to'g'ladi. Namoyishga qatnashuvchilar ichidan bir Uyg'ur qizi Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishlari, terror siyosatlari, Uyg'urlarning Sharqiy Turkistondagi oila a'zolarining iz derekini qilolmaganligi haqida rus tilida guvohlik berdi. Oilam qayerda namoyishi Qozog'istonning Olmaotadagi Xitoy konsulxonasi oldida davomlashayotgan bo'lib, bugungi namoyishda soqchilar namoyishchilarga qo'pollik bilan to'sqinlik qilgan. Olmaotadagi namoyishda namoyishchilar Sharqiy Turkistonda Xitoy tarafidan jazo lageri va turmalarga so'langan oila a'zolari va urug' tuqqanlarining suratini tutgan holda Xitoy konsulxonasi xodimlaridan oilasining nada ekanligi haqida javob berishini talab qilgan. Ularning ichida bir qancha yashangan ayollarmi bor bo'lib, bugun soqchilar ularni qo'pollik bilan so'rab Xitoy elchixonasi oldidan yaroqlashtirgan. Xitoy konsulxonasi oldiga Sharqiy Turkistondagi yo'ldoshining izderekini qilib kelgan bir ayolning muxbirga oshkorlashicha, uning yo'ldoshining pasporti 2016-yili Xitoy soqchilari tomonidan tortib olingan. Shundan beri yo'ldoshi ayoli bilan ko'rishish uchun Qozog'istonga kelolmagan. Bu sababli u yo'ldoshi haqida to'xtamay Xitoy konsulxonasiga shikoyat qilgan. Ammo Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari uning yo'ldoshiga tahdid silib, ayolning shikoyatini to'xtatmasa, seni Sharqiy Turkistondan chiqishingga menga ruxsat qilmaymiz deb tahdid solgan. Yo'ldoshi soqchilardan pasportni qaytarib berishni talab qilgan. Soqchilar uningga yana pasportingni xohlasak yirtib tashlaymiz, xohlasak amaldan qoldiramiz degan. Yangi doklad Tunga musulmonlarini bostirishga duch kelmoqda. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijtimoiy komiteti Tunga musulmonlari va Xitoyning dinni bostirishdagi Xinjiang modeli sarvahali doklad e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi xalqni bostirish usuli bilan Tunga musulmonlarini bostirishga boshlaganligini oshkorlagan. Dokladda ko'rsatilishicha, garchi Xitoy ilgari Tunga musulmonlarga qarata bir qadar keng siyosat yurgizib kelgan bo'lsa-mu, ammo navbatda Xitoy Tunga mahallari va shaxslarga ijro qilishga boshlagan e'tiqodi va kimlikka munosabatli siyosatlari borgan sari ching'itishga boshlagan.
Xitoy doiralarining Tungan mahallalaridagi musulmonlarga qo'yilgan cheklimlari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qo'ygan cheklimlarga o'xshab qilishga boshlagan. Dokladda deyilishicha, yaqinqi mezgillarda Tunganlar Xitoy doiralari tomonidan islom diniga munosabatlik faoliyatlar bilan shug'ullanganligi sababli qamoq markazlariga so'langan. Dokladda oshkorlashicha, musulmonlarning diniy erkinligini tashabbus qilish, masjidda Qur'on o'qish, undidar orqali Qur'on oyatlarini boshqalarga yo'llash va o'qitish, islomiy dafn marosim o'tkazish, to'g'rida dinga munosabatlik mazmunlarni ko'rish, masjid silishga mablag' yig'ish, boshqalarga Qur'on o'qitish, Pokistonda turish va Pokistonda o'qish qatorliqlar Tunganlarni qamashdagi asosiy sabablar ekan. Bulardan sirt ba'zi joylardagi Tungan masjidlarining doiralar tomonidan chiqayotganligi taratqularda ko'plab oshkorlangan. Yaqinqi yillardan buyon Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar Xitoy tomonidan qattiq bostirilganda, Tungan musulmonlarimi o'zlarining keyingi qadamda bostirish nishoni bo'lib qilishidan ansirab kelgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti 2000-yili qurilgan bo'lib, mazkur organ Xitoydagi kishilik huquq va qonun bilan boshqarish taraqqiyotini kuzatib, Amerika parlamenti va prezidentga yillik doklad yo'llaydi ekan. Amerika Kengash palata a'zolari Xitoyning yana bir mahsulotini cheklash talabi sundi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolari Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka chetilgan Xitoyning quyosh energiya batareyasi taxtasini sotib olishni cheklash taklifi sungan. Xabarda qayd qilinishicha, Rick Scott, Marco Rubio, John Kennedy qatorliq Cumhuriyetçiler Partiyasining 8 Kengash palata a'zosi Xitoyni quyosh energiyasidan siqib chiqarish qonun loyihasini sungan bo'lib, bu loyiha asosan Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan yoki qurashtirilgan quyosh energiyalik batareya taxtasi sotib olishni cheklashga qaratilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning nurg'unlagan quyosh energiyasi shirkatlari Sharqiy Turkistondan chiqadigan material va emgak kuchiga tayanadi ekan. Florida shtatidagi Kengash palata a'zosi Scott bu haqda bayonot e'lon qilib, har qanday bosh topshiruvchining pulini Xi Jinpingning yo'l yo'riqi bilan Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilgan. Ittifoqdoshimiz Tayvanga tahdid solgan. Hong Kongning asosli kishilik huquqidan mahrum qilgan Xitoy kompartiyasini qo'llashga ishiltishga bo'lmaydi degan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu haqda to'xtalib, Xitoy bilan savdo qilmoqchi bo'lsangiz, cho'qim Amerikaning qimmat qarashidan voz kechishingiz kerak. Xitoy kompartiyasi butun kuchi bilan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilish bilan birga Amerika shirkatlarini majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsanchiliklariga ko'z yumishga majburladi degan. Kengash palata a'zosi Kennedyning bildirishicha, Xitoy Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka tayanib quyosh energiyasi batareyasi va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradigan bo'lib, bu mahsulotlarning ko'pinchisi Amerikaga sotildi ekan. Uyg'urlar qo'shma tuqqan siyosati nomidan davomli nazorat qilinmoqda. Xitoy doiralari 2017-yildan e'tiboran Sharqiy Turkistonda atalmish qo'shma tuqqan siyosati yo'lga qo'yib, bir tarafdan xalqni nazorat qilsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning madaniyati va urf-odatlarini dafsana qilmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinda Sharqiy Turkistonning ma'lum shahridagi bir Uyg'urning uyi ko'rsatilgan bo'lib, uyga qo'shma tuqqan bahonasi bilan kelgan Xitoylarning qator silingan ko'rpalarda yotganligi, yana bir sinda Uyg'ur ayolning uyidagi Xitoylar bilan suratga tushib xotira qoldirayotganligi, yana bir sinda bo'lsa Uyg'urlarning ayol cho'ng kichik demasdan haraq ichishga majburlanganligi ko'rsatilgan. Xitoylar qo'shma tuqqan bahonasi bilan Uyg'urlarning uyida yeb ichib, yetib qo'pib, ularning nima ish qilganligini kuzatsa, yana bir tarafdan haraq ichish, bir uyda yetish, bolalarni usulga silish degandek Uyg'urlarning urf-odatlariga tubdan zid bo'lgan qilmishlar orqali ma'naviy jihatdan xo'rlamoqda. Bundan burun oshkorlangan sinlarda bir qism Xitoy kadrlarining bu inson qilibidan chiqqan siyosatdan ziyar ekanligi, buningga qarshi chiqsa jazolanadiganligi oshkorlangan edi. Tarqalayotgan sinlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya siyosatlarini oshkorlab bermoqda. Yaqinqi kunlarda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur o'smirlarining ana tilidan, madaniyatidan mahrum qilingan holda Xitoy madaniyati va Xitoy tilining majburiy tinglayotganligi haqidagi sinlar ko'plab tarqaldi. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda 7-8 yoshlardagi 4 Uyg'ur qizning Xitoylarning milliy kiyimini kiyib, Xitoy naqshisi etish uchun sahna orqasida mashq qilayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda ma'lum bir maktab maydonida 6-7 yoshlar chamasidagi 20 ga yaqin Uyg'ur o'quvchining Xitoylarning kiyimini kiyib o'yin o'ynayotganligi ko'rsatilgan.
Yana bir sinda bo'lsa Xitoy kiyimi kiydirilib, Xitoyga o'xshatib g'irim qildirilgan 10 yoshlar chamisidagi 10 dak Uyg'ur o'smirning o'xshashlar sahnada o'yin o'ynayotganligi ko'rsatilgan. Xitoyning jazo lageri siyosatiga mos holda davomlashayotgan assimilyatsiya siyosati Sharqiy Turkistonda kuchab ijro qilinayotgan bo'lib, tarqalayotgan ozg'ina silliq isbotlar Xitoyning bu jinoyatini isbotlab bermoqda. 1 aprel Turkiyada Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi zo'r ko'lamli faoliyat o'tkazildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlari birligi a'zosi Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyati Turkiyadagi yerlik tashkilotlar bilan hamkorlashib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi xalqaro jamiyatning diqqatini tortish maqsadida Sharqiy Turkiston munbiri nomida xalqarada yolg'onchilar kuni deb tanilgan 1 aprel kunidan foydalanib, chaqchaq emas irqiy qirg'inchilik shuori bilan Turkiyaning barliq viloyat shaharlarida Xitoyning Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'onchilik qilmishlariga qarshi zo'r ko'lamli faoliyat o'tkazmoqchi. Faoliyatda dunyoning har qaysi joylarida turkcha, inglizcha va boshqa tillarda bayonot e'lon qilish, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati aks ettirilgan surat ko'rgazmasi o'tkazish, Xitoyning jazo lagerlaridagi vahshiy qilmishlari tunishtirilgan tashviqot varaqchilarini tarqatish, ijtimoiy aloqa vositalarida #faoliyati qatorliq vositalar bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati jamiyatdagi har qaysi sohaga tunishtirildi. Turkiyaning boshqa shaharlaridagi EHAning sho'balarida o'xshash Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi faoliyat o'tkazildi. Faoliyatda Turkiyaning 21 viloyatida Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi bayonot e'lon qilindi. 22 viloyatda irqiy qirg'inchilik aks ettirilgan surat ko'rgazmasi o'tkazildi. 40 viloyatda umumyuzlik maxsus tayyorlangan niqob taqib, plakatlarni ilib piyoda yurish qilish usuli bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshilik bildirildi. Hamda irqiy qirg'inchilik tasvirlangan kitobcha va maska tarqatildi. Planga asosan 1 aprel soat 11 da İstanbul Bayazit maydonida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Faoliyatga xalqarodagi dangli axborot organlari qatnashdi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yo'qimlanuvchilar 37 mingdan oshib ketdi. 30 mart Turkiya Səhiyyə ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yo'qimlanuvchilarning 37.303 ga yetganligini e'lon qildi. Səhiyyə ministrining ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yo'qimlandi deb gumon qilingan 235.298 kishi tekshirilish orqali yangidan 37.303 kishining yo'qimlanganligi aniqlangan. Navbatda 1376 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 155 kishi qazo qilib, 19925 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 2.995 mingga, qazo qilganlar 31385 ga, kesili og'ir bemorlar 2055 ga yetgan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.